Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada kollegial qarorlar bo'limini ishlash tartibini ko'rib chiqamiz. Dastlab yoshlarga oid kollegial qarorlar qanday qabul qilinishini ko'rib o'tamiz. Yoshlar bo'yicha tavsiyanomalar integratsiya orqali kelib tushadi hamda ushbu tavsiyanomalarni tanishib chiqqan holda yoshlar yetakchisi birinchi navbatda bu tavsiya bo'yicha kollegial qaror qabul qilish uchun 7likka ovoz berishni boshlab beradi. Hozir yoshlar yetakchisini profilidamiz. Mahalladagi biror yosh bo'yicha tavsiyanoma kelib tushgan. Yoshlar yetakchisi ushbu ma'lumotlar bilan tanishib chiqib, tavsiyanoma hujjatini ham ko'rishi mumkin hamda o'ng tomonda ovoz berishni boshlash tugmasini bosishi shart bo'ladi. Eslatib o'taman, ovoz berishni boshlash tugmasi faqatgina yoshlar yetakchisida mavjud bo'ladi. Ovoz berishni boshlash tugmasini bosamiz, tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlash tugmasini bosganimizdan so'ng ushbu yoshning tavsiyanomasi ovoz berishga barcha 7lik xodimlariga chap menyuning kollegial qarorlar hamda ovoz berish bo'limiga tushadi. Yoshlar yetakchisi tomonidan ovoz berishni boshladik hamda yoshlar yetakchisining o'zi ham ushbu ovoz berish jarayonida qatnashishi zarur bo'ladi. Buning uchun ovoz berish bo'limiga o'tadi. Kelib tushgan arizaning ustiga bosadi hamda o'ng tomonda ovoz berish tugmasini bosadi. Va ushbu ovoz berish jarayonida kimlar qatnashishi zarurligi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Yoshlar yetakchisi ushbu tavsiyanomaga ha yoki yo'q deb o'z ovozini berishi zarur bo'ladi. Ha'ni belgilaymiz va saqlash tugmasini bosish orqali ovozimizni bergan hisoblanamiz. Xuddi shu tartibda qolgan 7lik xodimlari ham o'z ovozlarini berishi zarur bo'ladi. Barcha 7lik vakillariga ovoz berishga qo'yilganidan so'ng har bir 7lik vakili raqamli mahalla platformasiga kirib, o'z profillari orqali ovoz berishni amalga oshirishlari zarur bo'ladi. Buning uchun barchalarining profiliga kirganda chap menyuning kollegial qarorlar bo'limiga ovoz berish joyiga tushadi. Ovoz berish joyiga kiradigan bo'lsak, ushbu joyda yuqorida yoshlar yetakchisi ovozga qo'ygan tavsiyanoma kelib tushadi. Barcha 7lik vakillari ushbu yoshning to'liq ma'lumotlari bilan tanishib chiqishi, uning tavsiyanomasini ko'rishi hamda o'z ovozini berishi mumkin bo'ladi. Ovoz berish tugmasini bosadi, ha yoki yo'qni belgilaydi hamda saqlash tugmasini bosish orqali o'z ovozini bergan hisoblanadi. Yana bir eslatma, ovoz berishda eng kamida 7lik xodimlaridan 4 nafari ishtirok etishi zarur. Eng so'ngida esa agar ushbu mahallada rais mavjud bo'ladigan bo'lsa, rais kirib ovoz berish orqali o'z ovozini beradi, ha yoki yo'qligini belgilaydi, saqlash tugmasini bosadi, so'ngida esa yakunlashni bosadi. Ya'ni ovoz berishni boshlash yoshlar yetakchisida bo'ladi, ovoz berishni tugatish esa mahalla raisida bo'ladi. Agarda ushbu mahallada mahalla raisi lavozimi vakant hisoblansa, mahalla raisi bajaradigan vazifalarni yoshlar yetakchisi amalga oshirishi zarur bo'ladi. Bunday holatda yoshlar yetakchisi ovoz berishni boshlaydi hamda qolgan 7lik vakillari ovoz berib bo'lganidan so'ng eng so'ngida ovoz berish bo'limiga kirib, yoshlar yetakchisi ushbu ovoz berish jarayonini yakunlashi mumkin bo'ladi. Eng kamida ovoz berish jarayonida 4 nafar xodim ishtirok etishi shart. Yakunlash tugmasini bosamiz. Ushbu mahallada rais mavjud. Mahalla raisi ovoz berishni yakunlaganidan so'ng o'ng tomonda ovoz berish tugmasining o'rniga imzolash tugmasi paydo bo'ladi. Imzolash tugmasini bosish orqali biz ushbu hujjatni shakllangan kollegial qaror hujjatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu hujjatda keltirib o'tilganidek, ushbu ovoz berish jarayonida mahalla 7ligidan nechtasi ishtirok etganligi va ularning qanchasi qay tarzda ovoz berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, mahalla raisi, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim uchalasi ham ovoz berish jarayonida ha deb javob bergan. Hokim yordamchisi esa ushbu ovoz berish jarayonida qatnashmagan. Xotin-qizlar faoli va soliq inspektori rad qilish javobini tanlagan, ya'ni yo'q javobini bergan hisoblanadi. Mahalla raisi mavjud bo'lganligi uchun mahalla raisi ushbu ovoz berish jarayonini yuqorida yakunladi ko'rganingizdek va ushbu hujjatni ham mahalla raisi imzolashi mumkin bo'ladi. Agarda mahalla raisi vakant bo'ladigan bo'lsa, ushbu jarayonni yoshlar yetakchisi amalga oshirishi mumkin. Eslatib o'taman, imzolash elektron raqamli imzo kaliti orqali amalga oshiriladi. Tegishli parolni kiritamiz. Bu kollegial qaror imzolandi. Ushbu kollegial qarorni yuklab olishimiz uchun
chap tomondagi ushbu tugmani bosamiz hamda yuklab olish tugmasini bosish orqali olishimiz mumkin bo'ladi.